Bugun men tug'ilgan kunim. Nishonliymiz. Mehmonlar kelishmadimi? Nega bir o'zingiz nishonlamoqchi bo'ldingiz? Yaqinlaringiz yo'qmi? Bir de dugonalar, hamkasblar degandek. Meni do'stlarim yo'q. Hamma menga hasad qiladi. Ishxonada hamkasblarim yaxshi mutaxassisligimga. Dugonalarim esa 32 ga kirgan bo'lsam ham hali ham yosh ko'rinishimga hasad qilishadi. Eringizchi? Ota-ona, aka-uka, opa-singillaringizchi? Ular nima bizga hasad qilishadi?